Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Xudo xolasa Jizzax Oromiylar jamoasi yana To'son ko'chalarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Pastorxon tumani Charxin qishlog'ida biz xudo xolasa. Xo'p, endi kelorasiz ekan, xudo xolasa biz Ispaniyani ko'rsatib beramiz. Ispaniya garnituri umumiy holatini bir eslatib o'tamiz sizlarga. Xo'p, xonamiz adashmasanglar 3,5 ga 5 metr bo'ladi. Ana endi sizga xonani tushgan razmerlarni ko'rib o'tirasiz. Orqa tarafimda shkafimiz uzunasiga 2,5 metr bo'ladi, balandligiga 220 bo'ladi, pirish-minus 1 sm bo'lishi mumkin. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Ko'rinishiga o'zlaringiz bitta bahosini beringlar. Xo'p, o'rtani videosini obzorini boshladik. Mana sizga o'rtalar, polkalar 4 ta bo'ladi, ichlari 50 sm, oshiq-moshlari vakuumli bo'ladi. Mana shunday holatda o'zi chiroyli bo'lib yopiladigan variantidan. Xo'p, yaqinroq olar ekan. Mana bular oynalar charxlangan bo'ladi, zilari. Mana bu yerda yana xoshiyasi ham bor, ko'rdingiz. Endi ko'rsatamiz sizga ikkita tarafi salkam bir xil bo'ladi. Mana shunday holatda eshiklarni ham shkafni balandligini qarang turishini. Bu tarafda shapka, polka, vishilkamiz bor, oyoq tagida yana bitta polka bo'ladi. Bu ham davshik mexanizmi bo'ladi. Bu tarafini ko'rsatamiz ekan. Mana bu taraf. Ko'rdingizmi? Ana shunday qilib sizga eshiklarni yopib beramiz. Xudo xolasa ruchkasi ham originaldan, temirdan ishlatilgan, xudo xolasa. Mebelimizga nima ikki narsa ishlatilgan bo'lsa, hammasi original narsadan ishlatilgan, o'shasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Voy, kanalga obuna bo'ldingizmi? Like-chani bosdingizmi? Biz davom etamiz unda. Spanlisini ko'rsataylik akam. Spanlisi 210 ga 170 bo'ladi. Mana sizga Spanlisi. Akam ko'rsating, ana bir xillar nima deydi? Ana Spanlisini matrasi bo'lmaydi, tudasi. Matras xohlamasangiz displey varianti bo'ladi, xuddi mana bunday bo'ladi, mana. Mana shunaqa displey bo'ladida, ustida 3 sm parallel machalka bo'ladi. Xohlasangiz, agar yo'q desangiz, mana bunaqa narsasi bo'ladi, Spanlisi, matros bo'ladi. Matrosga ham garantiya beramiz, yotib ko'rsataymi, mana. Ko'rdingizmi? Ustiga chiqib kelayapsa, sakrab ham ko'rsatamiz. Matrasga 1 yildan shungacha garantiya beriladi. Jizzax va Samarqandgacha dastlabki ustunovkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Matras 210 ga 170 bosh tomonni ko'rsating ekan, mana sizga bosh tomoni. Bosh tomonlari moyishli bo'ladi. Ana kir bo'lib qolsa yuvaman, tuda-suda siz bemalol ishni qilaverasizlar, xudo xolasa. To'y, ana yosh bolachilarga pul bilan kir qilsa ham bo'laveradi. Bemalol ko'ngilni to'q qilib artib olaverasizlar. Xohlasangiz bosh tomondan ranglardan tanlov bor, ranglardan tanlov qilib beramiz. Tumbichkasini ko'rsating ekan. Tumbichkasi ham baquvvatgina. Mana bu svetelnigi bor, svetelnigini qo'yinglar. Svetelnigi обязательно yonadi. Shapkalar ham 2 qavat, oyoq uchlarini qarang. Ana sizga. O'g'il bolalar olsalaring Xudo tomonidan oldi uyalmaysizlar. Agar qiz uzatayotgan bo'lsangiz, qizga ham uzatib beradigan bo'lsangiz, Xudo xolasa uyaltirmaydigan narsa nasib qilib beramiz. Internetda ko'rdingiz, internetda zakaz qildingizmi? Ko'rgan narsangiz deb bu boradi. Agar mobodo ko'rgan narsangiz bo'lmasa, men bilan sizga podarka bo'ladi. Eshitishingizda qoldimi? Men sizga javob beraman, Xudo xolasa o'zim dastlab ko'rsatmasini qilib beraman. Tremos o'tamiz. Tremosin uzunasiga 1.25, 1.30 pilish-minus bo'lishi mumkin. Balandligiga bo'yin baravar 1.80 bo'ladi. Endi buni qaranglar. Mana bu yodiyu oyna bo'ladi, bilasizlar, ha? Yodiyu oyna sal qimmatroq bo'ladi, akalarim biladi o'zi. Ana sizga ichlari. Ana bu tarafga o'zlaringiz narsalarni talab qo'yasizlar. Mana bu taraf sevcha, bu yoqqa dollarcha, pollarcha bemalol qo'yib qo'yaverasizlar, xudoga. Shunday yopasiz, kalchasini quflab turib mana ketaverasizlar. Bo'ldimi? Oynalaringiz shaqlanganligini aytdik, mana buni qarang. Boshqa joylarda ko'rasiz, ruchkalarni bitta qo'yilgan bo'ladi. Biz ruchkani ikkita qo'yganmiz. Sababi tortmamiz sal uzoqroq, ovozini eshitsin. Eshitdingizmi? Temirda ovozi, plasmas emas. Eshitdingizlar bo'lsin. Bunday qilib yopsangiz mana, bu taraf ham davchi o'zlari tortib keladigan 3 ta tortmanchasi bo'ladi. Bedaqiroq kelayotgan. Mana bu svetelnigi bor, bu tarafida endi o'zlari uchun ulab olishadi, keyin ishlab turadi, xudo xolasa. Xo'sh, nimasi qoldi? Menimcha oyoq uchi sofasi qoldi. Mana sizga oyoq uchi sofasi. Xohlasangiz addelni olib qo'yasiz, xonangiz so'r bo'lsa, xohlasangiz mana shu holatda turaveradi. Ichini ko'rsating ekan. Mana ichlari kengina. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Jizzax va Samarqandgacha dastlabki ustunovka xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Mebelimizni mana shu holatda sizga $700 ga uyingizga olib borib o'rnatib beramiz 150 kilometrgacha. Mabodo Qashqadaryodan ko'rayotgansiz, Toshkentdan ko'rayotgansiz, farqi yo'q, sizlarga ham olib borib o'rnatib beramiz. Faqat yo'lkasiga ozroq rayisdan qoladi. Pastda telefon nomerlar qoldirganmiz, 91 kodi bilan 941 45 44 aloqaga chiqasizlar. Bo'ldi? Davom etamiz. Ustunovka joylarga yana bitta manzilimiz. Xo'sh, bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Payariq tumani Narimon qishlog'ida biz ko'ringlar. Ustunovka qilgan joylarimizni Xudo xolasa ustunovkamiz bitdi. Ana endi sizlarga video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, tremomiz 3 ta tortmacha bo'ladi, 2 ta eshikcha o'rtalarda. Polkalari bilan tortmachalarni ham ko'ringlar, buni ochilib yopilishi bemalol. Pastda oyoqchalari ham bor. Ana bu tremomiz. Balandligini ko'ringlar, balandligi 1.80, uzunasiga 1.40 chiqadi, pirish-minus 2 sm bo'ladi. Oynalar charxlangan, burchak bo'lib stilni qilib chiqarilgan. Mana bu yerda polkalari ham bor kelinimiz qulayligi uchun.
Spalnisiga o'tamiz. Spalnis uzunasi 2.10 ga 1.70. Taglari dispidan, usti machalkali. Mana yo'nlari yerga tegib turadi. Endi klientimiz uylari qiyshar ekan, shuning uchun mana bunaqa narsa qo'yib to'g'rilab berdik. O'rtasi baland, ikkita chekka past bo'lgani uchun mana shunaqa narsa qo'yib berishga majbur bo'ldik. Bolt egalari ko'ringlar, bolt egalariga olingan. Burchaklari xudo xolisa anchagina xizmatlarini qilib beradi. Zilari plasmas puxligini aytib o'tamiz. Mana bu bosh tomoni. Tumbichkalar ham ikkita bo'ladi. Tumbichkalarni bahorda ko'rsatib o'tilgan. Ana bu tumbichkasi. Tumbichkalar ham ishlari vakuumli, bular ham vakuumli edi. Hammasi o'zi yopiladigandan. Bitirib olasizlar, o'zi vakuumli biladi hamma. Shkafga o'tamiz. Shkaf uzunasiga 2.20 ga 2.10 balandligi plus minus 2 sm chiqadi bu ham. Bagitli, biz o'zimiz buni bagit deb ataymiz. Kim telefon qilib zakaz qilayotgani bo'lsa ham, telefon qilib bagit ko'piga keraksalar, bo'ldi, biz ham shuni tasavvur qilamiz. Xo'sh, polkalar bu tarafda kiyim ilishga, mana bu yerda dokument olishga, kalta kiyimlar uchun. Bu tarafi ko'ringlar mana. Polka ikkita beshilkamiz bor, bu tarafda yana bitta kalta beshilkamiz ham bor. Video obzorda qissa qilamiz, mavzu ustasida yana bor ekan joyimiz bor, shuning uchun. Kimga qiziq bo'lsa, xizmatlarimiz 91 941 45 44 nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki usulum xizmatlari bor. Davom etamiz. Hurmatli obunachilar, yana bitta ustonoka joylarga keldik. Xudo xolasa yana bitta sizlarga ustonoka joylardan videoni olib ko'rsatamiz. Xonamizni ko'ringlar. Aboylar qilingan, gilamlar o'zi olib qilingan. Bu tarafda ana pardalar bo'lgan. Pardalarda ham pardalar qiziqqanlarga bir og'iz pardalarni ham ko'rsatib ketilgan. Xafa bo'lar yo'q, mebelni keyin obzorni qilib beramiz. Pardani ko'ringlar, menimcha eng oxirgi rusumdagi pardamiz mana shu bo'lsa kerak. Ana ko'ringlar, tushganni xonalarga mana bu eshikdan kirish joyi, ana bu patologlarimiz. Uyimiz remonti ajoyib bo'lgan. Mana gilamini so'raganlarga gilamini ham ochib ko'rsatib qo'yamiz. Mana high-tech gilamlardan oxirgi chiqqanlaridan. Servantimizga o'tamiz. Xo'p, servantni boshladik. Uzunasiga qaranglar, 3.5 metr joyga tushadi bu. Mana bunisi 90, bunisi 1.80, opshi 3.20, 3.30 chiqadi mana bu turganlarini. Endi bu yerni hozir obzorni ko'rsatib o'tamiz. Balandligi 2.35, 2.40 chiqadi, plus minus 2 sm. Buni nomi final deb ataladi. Oldingi videolarda ko'rganlar bo'lsa, mana bunisi yo'q edi, televizor qo'yiladigan joyi bor edi. Endi bunisini mana bunaqa o'zini original variantini olib kelib ko'rsatamiz, xudo xolasa sizlarga. Mebelimiz mana bu joy polkasi laminatdan bo'ladi, qolgan joylari MDF dan, oynali polkalari bo'ladi har doimgidek. Obzorga o'tamiz. Ko'rasizlar, oshmoshlar 4 tadan har doimgidek. Oynalari 0.6 li oyna kelgan bu safar. Ana bu orqalari ko'zguli. Ko'ringlar, oynasi ham mana gulli. Ana bu balandligi. Oyoqchalarni ham ko'rasizlar, mana bu ham eshiklarni ham o'ymali qilingan. Qubbalarni ko'rasizlar, mana bu stoyka deymiz. Qubba deb aytishadi bir xil joylarda, bir xil joyda stoyka deyshadi. Mana shunisini ham o'zlaring ko'rib baho beringlar. Ranglari eng ko'p hadovoy ketadigan shampan svet rangdan bo'lgan. Ana bu bosh tomoni. Xo'p, ikkita chekkamiz bir xil bo'ladi. Vaqtlarini ko'p o'g'irlamaymiz. Ikkita chekka bir xilligini aytib o'tamiz. Endi bunisi qaranglar. 3 ta tortmacha, ikkita eshikcha o'sha как tremo deb atasak bo'ladi. Mana bu o'rtasida oynasi bor. Hozir xolam ham aytibdilar, ukajon buni televizorlarda ko'rardik biz deb. Xolam aytdilar hozirgina. Xo'sh, ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu ichlari, tortmachalari. Tortmachalar ham mana yengilgina ochilib yopilishiga e'tibor beraverasizlar. Olib tashlaylik. Ana bu oyoqlari. Yuqorisini ko'rasizlar, yuqorisi ham mana bu tremon oynasiga o'xshagan. Buni ham balandligini aytib o'tamiz. Buni balandligi 1.90, 1.95 sm chiqadi, plus minus 2-3 sm bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, xizmatlarimiz kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar, pastda telefon nomeri qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'ylab dastlab ko'rsatilgan xizmatlari bepul. Mana buni o'zini narxi 5.800.000 dastlab ko'rsatilgan xizmatlar ichida qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib boradiganlar. Yana bitta ustonoka joylardan xudo xolasa sizlarga video qilib berishga harakat qilamiz. Bugungi manzilimiz Sirdaryo viloyati 5-Sardoba 5-sovxozga kelganmiz. Mebelimizni ko'rib o'tirasizlar xudo xolasa. Xo'p, uzunasiga 2.5 metr, balandligiga 2.60 chiqadi, plus minus 2-3 sm bo'lishi mumkin. Ko'ringlar, xonalar aboy bo'lgan, aboylar ham kumush svet, servanti ham kumush sveti, xudo xolasa. Mana bu lyustrasigacha akam bosib qo'yibdilar. Bitta har doimgidek pardasi bilan gilami kamlik qilyapti. Ana endi sizlarga mebelda obzorni ko'rsatib o'tamiz. Xonamiz uzunasi ko'ringlar, mana 6 metrga, eniga 3.5 metr chiqadi. Xonaga tushganini ko'rasizlar. Klientimiz mana bu yerga qo'yishni tavsiya qilishuvdi. Endi sizlarga bitta tavsiya berib o'tamiz. Mana bu kirib kelish eshigimiz bo'ladi. Eshikdan keyin qolsa
mebelimiz chetroq bo'lib qolardi. Shuning uchun bu tarafga emas, bu tarafga qo'yishni maslahat berdik. Servantimiz mana shunday tursa, uyda to'g'risida xudo xolisa chiroyli bo'lib ko'rinadi. Yana ham tablaringga, sharoitga qarab nasib bo'lsa ustonovga qildira olasizlar. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar pastki nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Mebelda obzoriga o'tamiz. Bunisi kumush rang. O'tgan safar shampan svet ko'rsatdik. Shampan svetim rosa ko'p ketardi. Ana endi kumush svetni ham bir o'zlaring ko'rib o'tinglar. Mana bu yonlari Euro samarizga terilardi oq. Mana bu qubbalari ham originaldan qo'yilgan. Ichlariga o'tamiz bahonada. Ana bu ichki qismi. Xo'p. Mana bu yerda laminatdan bo'ladi. Korpusi laminatdan, yuza qism MDF dan bo'ladi. 0.6 lik yodviy oyna bosilgan. Polkalariga oshom-oshlari har doimgidek 4 tadan bo'ladi. 3 tadaniga aldanib qolmaysizlar. Ruchkachalari o'sha har doimgidek tillarang обычный ruchkalarimiz. Mana bu ichki qismi. Orqa taraf har doimgidek zirklar bo'ladi. Bu ham polka qo'yilgan bu tarafga ham. Ana bu tagi. Ana bu eshiklarni ham o'zlaring ko'raverasizlar. Ana bu oyoqlari, xudo xolisa gilam solingandan keyin ajoyibgina xonamiz bo'ladi. Ikkita chekkamiz bir xil bo'ladi ko'rinishi. Ana bu boshda ham ko'ringlar qoshlarini. Xo'sh, kimlargadir sizlarga bitta variant. Mana bu qoshni ko'rasizlar, o'zi asli обычный mana shunaqa qosh bo'lmaydigan varianti ham bor. Mana bu bitta klientimiz, "Okajon, bizga mana shu qoshingdan shu 3 ta qilib bersang bo'ladimi?" deganda bitta qilib berganmiz. Shu bilan o'zimizga ham yoqib qo'ygan uchun mana shunaqa qilib ham xudo xolisa chiqarayapmiz. Variantlarda kelaverasizlar, tanlab sizlarga variant qilib beramiz xudo xolisa. Mebelda ko'rdilaring, kimga qiziq bo'lsa, kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul olib borib o'rnattirib beriladi. Kimga xizmat kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xo'sh, ana endi bunisini ko'rasizlar xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, yana bitta ustonovka joylari o'sha Samarqand Cheli shaharchasida biz boya bu videoni davomi bo'ladi nasib bo'lsa. Shkafni ko'rasizlar, uzunasiga 220, balandligi ham 215, 220 chiqadi, plus minus 2 sm. Ikkita eshikli bo'ladi, 3 ta eshikli xohlaganlarga 3 ta eshikli ham bo'ladi. Uzuna desalaring uzunasiga, kaltaroq desangiz kaltaroq ham, uzunasiga bir xil akalar so'rayib telefon qilib 3 metrlik bo'lsin ukajon, joyim 3 metr desa, 3 metrni ham qilib beramiz xudo xolisa. Faqat kelishilgan holatda bo'ladi. Ichlari rovna 55 sm, eshik yopilganingizga nasib bo'lsa 50 sm qoladi. Orqasi HDP, tepada vishilka turbamiz, mana bu yerda galosiy parasilish uchun taglarda polkalari, tepasida ham polkalari bor. Eshiklarni ko'ringlar, oyna, seli, zilari charxlangan bo'ladi. Mana bu bagit deb ataladi. Ko'ringlar usti, mana o'zi qo'tir-qo'tir bu bilinib turibdi, ya'ni mana burtib chiqqan. Arzonroq variantlari bor, mana bu o'zi ushlasangiz bilinadi, o'shasiga aldanib qolmaysizlar xudo xolasa. Bu ham oq Euro samarizga yig'iladi. Zilariga mana bu ruchkamiz seli bunda o'zining rangi hamohang bo'ladi. Mana bu zillarda patchalari bor. Patchalari kelib yopilganda qattiq shum chiqarmasligi uchun. Mana bulardan ham ko'rasizlar, ustida salafonlari olingan. O'zi bilasizlar, kafe, restoranlarga borsalar ham o'zi mana shunaqadan ishlatishku, biz ham o'zi mebelga buni allaqachon ishlatganmiz. Ular bizdan keyin ishlatishni boshladi. Xo'sh, ko'ringlar, bu tarafda kiyim taxlash uchun, kalta kiyimlar uchun, ya'ni kiyim taxlashga, mana bu tarafi vishilga bo'ladi, kiyimlar ilishga. Bu tarafga dokument narsalarning o'zlariga qulay bo'lgan narsalarni xudo xolasa solib qo'yaverasizlar. Kalta kiyimlarda ham aytib o'tdik-a. Xo'sh, rolikini ko'rsatmabmiz-ku, sizlarga rolikini ko'rsatib o'taylik. Xo'sh, rolikini aytsak. Rolikda mana shunaqasini olinglar, mana ko'ringlar. Hozir ana tarazida mana yozib qo'ygan bo'ladi yoki boshqada. Mana shuni ustidan olsalaring chiqib ketmaydi. Chiqib ketadiganligiga aldanib qolmaysizlar. Uzunasini ko'ringlar, mana tremosga o'tamiz. Tremosini akam sherga qo'ydirdi, ya'ni ham tablarga qarab eqqa-beqqa surishsa bo'ladi. Endi sal yerda ko'rimsizroq bo'lib qopti. Tremoni uzunasiga 1.40, 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha bo'ladi. Ana bu ichlari. Ana bu tortmalari. Tortmachalarni ham qo'ylar chiqib ketmaydiganidan. Mana bu yerda oynalari bo'ladi. Mana bu oyoqchalari. Bo'yi bagit bilan mana bu ramka turburchak qilingan, menimcha anchagina chiroyli turibdi. Oynalari mana biz qo'shlarni ertaga olib tashladi. Bu keladiganimizda germetika qildi usta akalarimiz, ya'ni sheriklar. Ana bu oynasi ham ko'rasizlar, mana bu stilkali qilib chiroyligina qilingan. Kelinimizni qulaylik uchun mana bu yerga galanteriya taqlab qo'yishadi. Oynalar ham zillar chaqlangan bo'ladi. Qo'llarini kesib ketmaydi nasib bo'lsa. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, kimga xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol 91 941 45 44 nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'ylab dastlabki ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. Aloqaga chiqarasizlar. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Mana buni komplektini o'zi 6 million 300 ming so'm. Narx ozroq qimillab qoldi. Narxlar 200 ming 300 ming so'mdan qimmatladi. 6 million 300 ming so'm dastavka ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul olib borib o'rnattirib beramiz. Bu komplekt bo'lsa, mana bu kamroq bo'lsa pulni o'tib berayotgan joyi bo'ladi.
Xo'sh, davom etamiz. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa uстановkalarni yakunladik. Ana xonamizni ko'ringlar. Xo'sh, lampochka yo'q, mana bu yerda bitta lampochka bu tarafga qarab turibdi. Mana bu lustra qo'yilmagan hali, qolgan hamma narsasi bo'lganini ko'rdik. Mana buni sal qorong'uroq bo'lyapti, ana bu galagin tushmaganiga sal to'g'ri tushunasizlar. Xo'sh, ko'ringlar, mebelimizni tushganini o'rtaga qo'yib berdik. Xudo xolasa mana bu gilamni tagida qoldirish niyatlari bor edi. Ertaga gilamni mobodo olib yuvaman deysa, baribir sal xalaqit qiladi. Shuning uchun gilamni qayirib qo'ydik. Ya'ni o'zlari tablariga qarab solishaveradi. Ko'ringlar, mebelimiz uymali MDF yuza qism MDF dan bo'ladi, korpus qismi laminatdan 80-69 degan model mana shu bo'ladi. Xo'sh, 2,5 ga 260 plus minus 2 sm bo'ladi. Xona ana endi ichlarini ko'rsatamiz. Mana bu ichlari, mana bu ziylari plastmas PVH dan bo'ladi, laminat bo'ladi. Orqalari HDP и ko'zgu qo'yiladi. Polkalarni ko'rasizlar 06 lik qo'llari kesib ketmaydigan, har doimgidek. Oshimoshlar 4 tadan 3 tadan oshimoshlarga aldanib qolmaysizlar. Ana bu taglari eshiklarni ham ko'ringlar, anchagina bejirimgina qilib ishlangan. Ana bu gullarni ham ko'raverasizlar. Stoykalari ham baquvvatgina o'zini MDF dan plastmasligiga aldanib qolmaysizlar har doimgidek. Ana bu qoshlarni ham ko'ringlar. O'rtasiga o'tamiz har doimgidek. O'rtasi ana bu ham 06 lik oyna. Orqalarini ham ko'rasizlar, oyna mana bu ichlari. Ikkita chekkasi bir xil bo'ladi. Sizlarning vaqtlaringni inobatga olgan holatda ana qilmaymiz, bu tarafda video qo'yib o'tirmaymiz. O'sha ikkalasi bir xil bo'ladi. Ko'ringlar, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa 4,3 million so'm Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'ylab dastavka uстановка xizmatlari mutlaqo bepul ravishda qilib beriladi. Bizda 91 941 45 44 nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Shaxsan o'zimga ushlasizlar. Xo'p, Telegramdan bo'lsa Telegramdan yozaveringlar. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor ekan, Rossiyadan yozayotgan opa-singillar bor, aka-ukalar bor. Behijolat yozaveringlar, Rossiyami qayerdan bo'lsa ham telefon qilishlaring shart emas. Telegramdan yozinglar. Har 2 soatda 3 soatda Telegramga xudo xolasa kirib turamiz. Xabarlashib turamiz xudo xolasa. Zakaz mo'sha bo'lsalaring bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Screenshot qilinglar, shu misol uchun ko'radigan videolarni screenshot qilasizlar, keyin menga tashlab yuborasizlar. Aka, shu narx qancha bilan dastavka qilib berasizlar desalaring, xudo xolasa kelishamiz. Faqat Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka bor. Bu yerda Qashqadaryolik akamiz telefon qildi. Va akamga xudo xolasa olib borib berishga harakat qilamiz. Narxlari kelishadi. Ko'ringlar, kimga ma'qul bo'lsa, bitta like chani bosib qo'yasiz, like bosish, kanalga obuna bo'lish ekan. Ustonoq ijaralardan davom etamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana bitta ustonoq ijaralarga kelganmiz. Bugungi manzilimiz Jizzax viloyati Sharorat tumani qaysi edi? Madaniyat mahallasiga kelganmiz. Ko'ringlar. Bunisi bu tarafga 80-69 servan topib kelganmiz. Bu xonamizga yotoqxona yo'l olib kelganmiz. Ikkalasini ham bir to'lada avzor qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'sh, ko'ringlar, bu uzunasiga 2,5 metr, balandligiga 260 plus minus 2 sm chiqishi mumkin. Kumush svet, har doim mana shampan svetidan tilla rangdan o'qildik. Ana endi bu safar kumush svetdan olib kelganmiz. Kumush svetini ham bir ko'rib bahosini berasizlar. Xo'sh, ikkita chekkani ko'rsatib o'tamiz bosh-boshidan. Ikkita chekkamiz bir xil bo'ladi. Polka oynalari har doimgidek, orqa taraf ko'zgu, oshimoshlari 4 tadan bo'ladi. Mana bu ziylari plastmas PVH dan bo'ladi. Ko'ringlar, eshiklarini ana bu kumush svetligini aytdik. Qubbalari bor bularda, tippalarini bahosini o'zlaring ko'rib beraverasizlar. O'rta taraf mana bu pastda eshikcha, mana bu tippasida oyna. Anchagina katta, hashamli qilib ishlangan. Menimcha uylarda to'g'risiga qo'ysa chiroyli turadi, yana ham o'zlaring ma'qul bo'lgan joylaringni hisob-kitobini olsalaring, usta bolalar qo'yib beradi xudo xolasa. Xo'sh, ruchkachalarni ko'rsatib o'tamiz. Ruchkachalar o'sha tilla rangdan kelgan, xohlasangiz ruchkachadan tanlov qilib beramiz. Kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar, 4,5 million. Dastavka ustonovka xizmatlari ichida Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha. Ana endi bu xonaga o'tamiz xudo xolasa. Kataga qo'shib turasizlar, endi chiqib turinglar. Xo'sh, ko'ringlar, mana bu eshigi kirib kelish, xonani o'zlaring ko'raverasizlar. Xonani eniga 3,5, 3,30, 3,5 chiqadi. Endi balandligini ko'raverasizlar. Shkafni mana bu yerga qo'ydik. Bu taraf taxmon ko'rinib turganda, menimcha ko'plar payqadi o'zi. Taxmon mana bu yerda rezetkani qoldirdik-da, u tarafga qarab qo'ydik. Taxmoni ham ochilib, ichlarga ko'rpa taqlashi qulay bo'lishi uchun. Shkafni uzunasini aytib o'tamiz. Shkaf yuza qism MDF dan, korpus qism laminatdan bo'ladi. Uzunasiga 270, balandligi 235, 240. Bu ham o'sha kumush svetdan. Oldingilar shampan bo'lgan bo'lsa, bu ham kumush svetdan. Bizda endi muntazam ko'rib borayotgan obunachilarimiz biladi, 4 tadan oshimoshlar. Vishilka turba, mana bu yerda plastmas PVH, ya'ni shapka polkasi shunaqa bo'ladi. Tumbichkalari ham bor, oshimoshlar 3 tadanligini aytdik. Mana bu ichlari rovna 50 sm bo'ladi.
Ikkita taraf bir xil, bunda ana kalta kiyimli qilinmagan bular. Bular abishning uzun kiyimlar uchun har doimgidek. O'rtasi kiyim taxlashga. Menimcha shkafga hamma tarafini berdik, ruchkachalar hamma narsasini ko'rsatdik. Mana kumush svetini ham ranglarini ko'ringlar. Xonam sal xiraroq, lampochka sal kichkinaroq ekan, shuning uchun undaqa spechka yoqib reklama qilganimiz yo'q. Spalnisiga o'tamiz. Spalnisi uzunasiga 210 ga 170 bo'ladi. Matras razmer. Matras xohlovchilar uchun ustiga 800-850 ming so'm pul qo'shiladi. Ustiga matras bo'ladi, xudo xolasa. Polar tapir. Mana bu zilari plasmas bu. Bolt gaykalarga e'tibor berasizlar. Ko'p ustalardan shuni talab qilib olinglar, uylaringizga kelgan ustalardan. Bolt gaykasini qo'yganligini talab qilib olinglar. Mana bu tarafda ham bor. Uzunasiga 210 ga 170 ligini aytdik. Mana buni sizlar ranglari yoqmasa, ranglardan ham qilib beramiz, xudo xolasa. Ana bu bosh tomoni. Endi tremosga o'tamiz. Spalni menimcha hamma narsasini aytib o'tdik. O'rtada lagalar ikkita, mana ustiga chiqib men buni ko'rsatishim mumkin. Ikkita uchta odamni bexijolat ko'taraveradi. Tremosga o'tamiz. Tremosning uzunasiga 1.38 bo'ladi, balandligiga 1.85, 1.90 chiqadi. Plus-minus bu ham 2 sm bo'ladi. 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha, ana bu eshikchalari. Ekonom variant, ichlarida polkalari yo'q. Tortmachalarni ham mana ochilib yopilishiga e'tibor berasizlar. Bemalol doskalari ham MDF dan bo'lgan 2 qavatli qilib ishlangan bo'ladi. Mana bu yuqori qismi, oynalari. Xo'sh, xizmatlarimiz kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizda Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. 6,5 million dastavka ustanova xizmatlari mutlaqo bepul Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha. 91 941 45 44 nomerlarga aloqaga chiqasizlar yoki bizda Telegramdan qidirsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, davom etamiz hurmatli obunachilar. Yana bitta ustanova joylarga keldik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Jomboy tumani G'azra shaharchasidamiz. Xo'sh, bugungi bu ikkinchi, agar adashmasam, mana ikkinchi mebelimiz ekan. Boya Jomboyga bordik. Birinchisi bu ikkinchi video bo'ladi. Mabodo joy o'zgarib qolsa, ma'zur tutasizlar. Xo'p, G'azra shaharchasiga kelganmiz. Mebelimizni ko'ringlar. Mana bu ikkinchi etajga chiqish. Mana bu xonani ko'ringlar. Mana. Sherdan kirib kelasizlar. Xonamiz nechiga aka taxminan? Xona? 3 ga boya 3 ga 320 dillarmi deyman-da, makam. Qaranglar mana. Ko'rasizlar? Xo'sh, mana bu xonamiz endi bori, ya'ni bir chamasini hisobini olib ko'ramiz. Shkafimiz 240, mana bu 120. Yarim metr qolgan bo'lsa ham 240 da 340, shu 4 metrlar bor ekan chamasi. Tremosi, shkafi, spalnisi. U taraf qo'shni, ya'ni derazamiz. Spalnisdan boshlaymiz. Spalnis uzunasiga 210 ga 170 har doimgidek matras razmer bo'ladi. Spalnilarning yonlari yerga tegib turgan, bolt gaykaliga olingan. Shunisiga ham e'tibor beringlar. Bir xil aka-ukalarimiz, ustalarimiz bolt gayka qo'ymayapti degan o'shasiga e'tibor berasizlar. Zilari mana plasmas po'xadan oq yevro samarizga yig'ilgan bo'ladi. Spalni uzunasiga 210 ga 170 dedik. Matras xohlasalar matras qilib beramiz. Matras razmer. Ustiga 750-800 ming so'm pul qo'shiladi dabavka. Mana bu materiallardan, mana bu qoshlarning ranglaridan tanlov bor, tanlov qilib beramiz, xudo xolasa. Mana bu yerlar ichkarida ham oynaga o'xshagan lenta, bilasizlar, o'zi ko'riklar bilyapti. Bosh tomoniga e'tibor qilasizlar, spalnimizni mana bosh tomoni 2 qavatli. Mana bu ancha qalin, mana bunga nisbatan ancha qalin qilib ishlangan, ancha mustahkam, xudo xolasa xizmatlarini qiladi. Spalnini ham tanlashda mana bu yonlari yerga tegib turgandan tanlaylar, nasib bo'lsa ancha xizmatlarini qilib beradi. Tumbichkalari ikkita bo'ladi. Tumbichkalari o'sha shapkalari 2 qavatdan qilingan, bular ham plasmasli. Oshxo'moshlarini ko'ringlar, mana bu ruchkalari. Oshxo'moshlarini akam zakaz qilib turadi, mana vakuumli bo'lsin, ukajon. O'zi yopiladigandan debdilar, mana vakuumli qilib berdi, xudo xolasa. Shkafga o'tamiz. Uzunasiga 240 ligini aytdik, balandligi 215-220 chiqadi, plus minus 2 sm bo'lishi mumkin. Ikkita taraf kiyim ilishga, o'rtasi kiyim taxlashga bo'ladi. Ko'rmaganlar uchun yangilik bo'ladi, ko'rganlar uchun eslatma. Ruchkachamiz bor, yonlari mana patchali bo'ladi. Xo'sh, mana bu ichlari aka nima bo'ldi? Vishilka kichkina keldimi? Katta keldimi? Vishilka qo'ymadingizmi yo? Mana buni mana bu yerga ilib qo'yadi aka. Xo'sh, mana bu vishilkalarni o'zlari ilib qo'yadi, ko'rasizlar. Bu taraf kalta kiyimlar uchun ikkitali, narigi taraf uzun bo'ladi, uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bu roliklar ham yangichasidan chiqib ketmaydiganlikdan, endi ancha bo'ldi chiqqaniga, ko'rmaganlar uchun mana bu yonga suradiganliklar bo'lmaydi deb yurganlarga maslahat beramiz. Mana shunda mana shu xonasi to'g'rilab olsa chiroyli chiqadi. Xo'sh, bu tarafini ham ko'ringlar mana. Bu taraf uzun kiyimlar uchun bitta polka, ikkita polka bo'ladi. Mana bu yonlari. Ichlarini aytib o'tmayapmiz razmerini. Ichlari rovna 55 sm bo'ladi. Bularda ham mana patchasi bor. Ana endi o'rtasiga o'tamiz. O'rtasini ko'ringlar. Men spalning ustiga chiqib oldim, o'shani hisobiga mana bu sal pasaydi. Polkalar
Ichlari pastda mana xonachalari bilan mana bu tipalari ham polka. 1 2 3 4 ta polkamiz bo'ladi, ya'ni xonasi shunda 5 ta bo'ladi. Oynalari zir har doimgidek chaqlangan bo'ladi. Qo'llaringiz kesib-kesmasligi uchun nasib bo'lsa. Mana bu skochni ertaga o'zlari olib tashladi. Mana bu oyna germetika bo'lgan. Xo'sh, ana endi tremosiga o'tamiz. Tremosini aytmadik hali. Tremo ikkita tortmacha, ikkita eshikcha, ikkita tortmacha bo'ladi. Balandligiga 1.80, uzunasiga 1.40, 1.43 chiqadi, plus minus 2 cm bilan. Polkalar galanteriya taxlash uchun bularda ham oynalari zil chaqlangan bo'ladi. Endi doskasini ko'rasizlar, mana doskasi, ya'ni ustki qismi. Eshiklari bular ham vakuumli. Mana ko'rasizlar. Akam hammasi vakuumli deganlarga vakuumli qilib berganmiz. Tortmachalarga o'tamiz. Mana bu tortmalari. Tortmalari ham mягкий ochilib yopiladi. Mana ko'ringlar, unaqa kuch talab qilmaydi. Pachunli rolik chiqib ketmaydiganidan nasib bo'lsa. Mana bu tagida esa ko'ringlar. Sekretli tortmachalari bilan dokument o'zlariga kerakli narsalarni solib qo'yishlaringa. Tombichkasini ko'rsatdik. Mana bu stulchasi kelinimiz uchun. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. 91 941 45 44 nomerlarga aloqa chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'ylab dastlab ko'rsatilgan xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. 5 million 800 ming so'm olib o'rnatilib besh xizmat ichida. Boshladik. Yana bitta ustoq joylarga kelganmiz. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Loy shaharchasiga kelganmiz. Ko'ringlar, mebelimizni xonaga tushganini o'zlaring ko'rib bahosini berasizlar. Xonamiz remont bo'lgan, hamma narsasi tayyor. Kirib kelishda aytib o'tamiz. Mana bu kirib kelishimiz bo'ladi. Bu taraf hovliga qaragan derazamiz. Akam o'zlari uchun mana bunday qilib joy chaqirgan ekan, spanellarga rosa ham zo'r chiqibdi. Qaranglar, bir o'zlaring ko'rib bahosini berib bitta like-ni bosib ketasizlar. Fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Birato'la mana shu spalnisidan boshlaymiz. Spalnisi uzunasiga 2 o'nga 1.70. Ana bu tushganlarni ko'ringlar. Yonlar yerga tegib turadi, oyoq uchlari yerga tegib turadi, bolt kaykalarga olingan bo'ladi, zilari plastmas PVHdan. Matras xohlovchilar uchun matrasli qilib beramiz. 750-800 ming so'm matras uchun pul qo'shiladi. Mana bu bosh tomoni. Ranglardan salaring, ranglardan muammosi yo'q. Bitta mana bu yerda kattaroq lyustra bo'lganda ancha yorug'gina joy bo'lar ekan. Mana bu o'zi ham, lekin yorug'rog'i baribir lyustra bo'lganda anchagina yorug' bo'lar ekan xonamiz. Sal videoda xiraroq bo'layotgan bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Tombichkasi ikkita bo'ladi, bu tarafda bitta, u tarafda bitta. Ana bu tombichkalar. Bu bitta tortmali har doimgidek. Yonlarida mana qora oyna qilingan, laminatlanligini aytdik, oyoqchalarni ham ko'rib o'tirasizlar. Spalnisini aytib o'tdik, hammasini, tombichkasini, spalnisini aytdik, tremosiga o'tamiz. Tremo balandligiga 1.80, uzunasiga 1.20, 3 ta tortmacha, ikkita eshikcha bo'ladi, bitta eshikcha bo'ladi bunda. Ana ko'ringlar. Eshiklari vakuumli, oshiq-moshiqlari o'zi yopiladigan. Ana bu tortmachalari. Ruchkalariga metr bo'lsa, temirli ruchkani, tunikali emas yoki tez sinib qoladigan narsa emas ruchkasi. Bularda ham oyog'i bo'ladi, oynalari sharhlangan bo'ladi har doimgidek. 3 ta polkamiz bo'ladi, galanteriya taxlash uchun. Shkafga o'tamiz. Uzunasiga 2.40, balandligiga 2.10, 2.15 chiqadi, plus minus 2 cm bo'lishi mumkin. Xo'sh, ichlari 55 cm bo'ladi. Ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Ichi rovna 55 bo'ladi. Tepada vishilka truba, shapka polkamiz bor. Pastda yana bitta polkasi bo'ladi. Eshigi ko'ringlar yopilgandan keyin shum chiqarmaslik uchun yo'llarda patlari и splashnoy ruchkamiz bo'ladi. Qora bilan mix bo'lgan, mana bunday tillarga ham qo'shilgan. Bu tarafda ham mana bu ko'ringlar nimasi desak bo'ladi. Bu ruchka o'zi asli. Mana bu yerga endi chiroy uchun o'zimiz qilib qo'yganmiz. Qora oynalarni aytib o'tdik. Mana bu taraf katta ko'zgu oyna, zerklar. Yo'llari chaqlangan bo'ladi har doimgidek, aytganimizdek. Bu tarafga o'tamiz. Bu taraf kalta kiyimlar uchun pastda bitta polka bo'lingan kiyim uchun, bu tarafda tepada. Bir taraf kiyim taxlashga mana bu yerda bitta tortmachamiz bo'ladi. Ichiga dokument kerakli narsalarni xudo xolasa solib qo'yish uchun mo'ljallangan. Nimasi qoldi aytilmagan. Menimcha hamma narsasini aytdik. Mana kelinimiz uchun mana bu yerda taburetkachasi bo'ladi, o'zini materialdan nasib bo'lsa. Ko'ringlar, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlab ko'rsatilgan xizmatlar mutlaqo bepul. 6,5 million olib borib o'rnatilib berish xizmati ichida. Xo'sh, hurmatli obunachilar, davom etamiz. Yana bitta so'nggi joylarga kelganmiz. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Bot qishlog'iga kelganmiz. Ko'ringlar, kimga mebelimiz qilsa bo'lsa, yana bitta sizlarga video obzorini qilib beramiz. Xo'sh, mana bu joy xonaga kirib kelishimiz, bu taraf ko'cha taraf, ya'ni hovli tarafimiz derazalari, bu taraf endi ichkari. Xonani ko'ringlar, lyustralar qo'yilgan, remontlar bo'lgan, pardalar deysizlarmi, gilamlar deysizlarmi, hamma narsasi tayyor holatda. Xudo xolasa biz mebelni olib keldik, mebelni ham ustanovkasini tugatdik. Mebelimizga o'tamiz. Mebel 100% laminatdan bo'ladi. Xonaga tushganini o'zlaring bahosini beringlar. Xonamizga rosa ham lekin chiroyli bo'lib chiqdi, o'zimizga ham rosa yoqdi. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa video zo'rni qilamiz. Qolgan suyuqlarni yo'qirasan. Xo'sh.
Yana hariga. Galagelarimi qurur yana bitta bor. Yo'qni ham to'kilchatil bu. Ana shu bo'ldi. Xo'sh, ko'ringlar, mana xonamizga tushdi. Yorug'liklarni hammasini maksimal darajada ishlatdik. Xo'sh, spalnisga o'tamiz. Spalnis uzunasiga 2 o'nga 1.70, yo'nlari yerga tegib turadigan. Ana ko'ringlar. Oyoq ushlari deysizlarmi? Zilari bolt kaykalga olingan, uylarga kelgan usulda mana shu bolt kaykasini so'rab olasizlar. Matras xohlovchilar uchun ustiga 750 ming, 800 ming so'm matras pul qo'shiladi mebelda o'zini asli narxiga. Mana bu bosh tomoni. Ranglardan tanlov bor, ranglardan tanlov qilib beramiz. Mana bunisi hozir 5 li machalka bo'ladi, taglari dispidan bo'ladi. Tumbasiga o'tamiz. Tumbasi ikkita bo'ladi, xuddi mana shunaqa, nariga bitta, mana bu bitta. Tumbasi ham balandgina, ko'ringlar. O'zlarining hisob-kitobini olaverasizlar. Zilari plasmas PVХdan bo'ladi. Shkafiga o'tamiz. Shkafi 240, balandligi 215, 220, plus-minus 200 sm bo'ladi. Oynalarda zi har doimgidek chaqlangan bo'ladi. Zilari bo'ladi ham plasmas PVX. Ichlari o'rtasi kiyim taxlashga, ikkita chekkasi kiyim ilishga. Bir tarafi uzun kiyimlar uchun, u tarafi kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bu eshik yopilganda ham qattiq shum chiqarmaslik uchun oq patchasi ham bo'ladi. Xo'sh, ko'ringlar, xizmatlarimiz kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Yana bir marta mana bunisi ham tremosini ham ko'rsatamiz. Tremos uzunasiga 1.38, 1.40 bo'ladi, plus-minus 200 sm, 3 ta polkacha, oynalarda diziga charxlangan bo'ladi. Ana tremosi. Ikkita tortmacha, ikkita ishchi bo'ladi, mana bu ichlari. Secretning tortmachasida mana dokument solish uchun narsalar ham qo'yadigan joyimiz bor. Ko'raverasizlar. Tipasi abisning tortma. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa 91 lik 941 45 40 aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka xizmatlari mutlaqo bepul. Narxi 7 million 200 ming o'tib berayotgan joyi bo'ladi.